Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bitta testgacha 100 ta savol qo'yamiz, yechimi bilan degan maqsadimizni davom etamiz. Demak, bugun 9-savolga keldik. Savol shunday bo'lyapti. 3 darajasi x minus 2 teng, 4 darajasi y minus 3 teng, 5 darajasi z minus 4 teng bo'lsa, x y natural sonlar bo'lsa, x plus y plus z ning yig'indisini toping degan savol qo'yiladi. Demak, asoslari har xil bo'lgan holatda ular qachon bir-biriga teng bo'ladi? Bitta holat bor, ya'ni hammasining darajasi 0 bo'lganda, 0 dan farq istalgan sonning darajasi 0 dan farq istalgan sonning bo'lish darajasi 1 ga teng, hammasi bir-biri bo'ladigan bir-biriga tenglik bajaradi. Demak, 3 darajasi x minus 2 ni shuni x minus 2 ni 0 ga tenglab ishlaymiz. X barobar 2 bo'ladi. Bunda 3 darajasi 0 bo'lib 1 chiqadi. Demak, x topdik. Bundan ham y minus 3 ga tenglab ishlasak, y barobar 3 ligini, demak, z minus 4 ni 0 ga tenglab ishlasak, z barobar 4 ligini topamiz. Endi aytilgan shartni bajarib qo'yish qoldi. O'rtaga qo'yadigan bo'lsak, x barobar 2 qo'shilgan y barobar 3 qo'shilgan z barobar 4 desak, natija 9 chiqadi. Demak, bizdan so'ralgan x plus y plus z ning qiymati 9 ekan. Bizni kuzatishda davom eting, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab qo'ying.